Qo'lingni tushirib gapir, qilayotgan muomalangni qara. Ana akang ham kelib qoldi o'zi. Olton. Chiqaychi bo'lmasa? Assalomu alaykum dadasi, yaxshi keldingizmi? Alaykum assalom. Ha, o'tirishibsanmi? Ha, o'tiribmiz oyijon, yaxshimikan? Ha, yaxshi. Ukol olyapti, doktor kechroq javob berar ekan. Ha, yaxshi. Tog'ajon ham kelganda ichkarida o'tiribdilar. Ko'rishib beramiz tog'am bilan. Xo'p, bo'pti. Assalomu alaykum tog'a. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? O'g'il yaxshimi? Kelyapsan? O'tiring tog'a. Ha ilohim. Opam yaxshimi o'zi? Doktorlar nima deyapti? Yotkizib keldingmi bir yo'li? Bu yotgani yo'q. Icha toliqib qopti. Qon bosimi ko'tarilib ketibdi. Ko'ryapsiz bu g'alvalarni. Kechroq olib kelamiz, ukollari bor ekan ozgina. O'zida nima yangiliklar? Xonadonlar tinchmi? Mana shu o'zing g'alva deb boshlab qoldi. Bu nima ahvol? Aka-uka ikkalang ham xotiningni gapiga kelib bir-biring bilan urushgan ekan. Opam ham sen qadriga yetishasan. Qaragan chog'ida banisa yotib yurar ekanda endi. Ketishda senlar o'ldirib qutulishasan. Shu desangiz ukam bilan men ham kelishamayapman. Endi chiqib ketay desa, hozir ko'ryapsiz sharoitni. O'zingiz boshchilikda shu uyni bo'lib berasizmi-ekan? Alohida yashab ko'rmoqchimiz. Bunga o'zingiz nima fikr bildirasiz? Dillarda tushunmay qoldim. Qanaqa jigar bag'ir bo'lishding ekan. Endi qo'ni-qo'shnilarda oldi bitta eshikni ikkiga bo'lishimiz qoluvdi. Bor chiqib xotining bilan gaplash. Hojiga ham ayt. Bu ishni yaxshilikcha hal qilish kerak. Bir o'rningda. Olsin, keling, ko'tarish yuboring, bir chekka yopib qo'yaylik. O'z ko'taring. Yana opangizga yordamlashingiz bo'lmaydimi? Gap qaytarganingizga o'ylayman. Olishlarsiz nima bo'ladi? Aka, siz nima meni xotinimga baqiryapsiz? O'z xotiningizni eplasangiz bo'lmaydimi? Qo'lingni tushirib gapir, qilayotgan muomalangni qara. Uyatmaysan bular gapirgan. Ey, ikkalangga ham qoyil qolmadim. Ikkoving ham xotinning gapiga qarab yuradigan bo'lib qolsan-da. Qanaqa erkaksan-la? Bu uyda yashayman deysang, kelishib yashasang bo'lmaydimi ikkalang? Ko'ryapsiz ukam muomalasini. Akaga ham shunday muomala qiladi. Xullas meni ko'zim yetmayapti bu yerda tinch yashashga. Xullas uyni teng bo'lib berasiz shekilli, tog'a. Bu ketishda senlar opamni o'ldirishasan. Ikkoving ham xotin bola chaqangni olib bu eshikni bo'shatib qo'yish. Bu eshik kenja ukangga qoladi. Kafanda ketasan, choponda emas. Kafanning bitta ham cho'ntagi bo'lmas. Seni yutgan bilan och yer ham to'ymas. Sendan ham mendan ham qolar dunyo bu.